Assalomu alaykum. Qanday yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamasizmi? Xo'p, bu koridor qismi. Mana kelishingizga. Ha, rahmat. Tak. Mana bu zalda. Ha, yo'q zal. Mana qaranglar, qo'yilishga. Hammasi ishlaydi, bu yerda suv tortadi. Suv, suv. Oho. Zo'r. Tak. Bu zal qismi. Uxti, kattagina zal ekan, a? Voy. Nima bu remonti? Yehe. Ashe zo'r. Mana bu nima bu? Balkon? Ha. Terrasa, ha. Shashlik pishiradigan joyi? Xo'p. Yerinchi endi bu yoqlarni ko'raylikchi. Tak, kvadrat metri qancha endi buni? Kvadrat metri 112. 112. Shunda двойной zal bo'lyapti. Aha. Bu yoqda bitta spalnigimiz. Bu spalnya. Xo'p, bu yoq koridor. Bu yerda ham bitta spalnigimiz bor. Bu yoqda ham bitta spalnya. Bu yerda ham remont. Bu yerda ham bitta narsasi bor, aka. Bu yerda kanalizatsiya, suv olib kelingan. Bitta dushovый kabinka qo'yib olsa bo'ladi, ishlaydi hamma narsa. Ha, zo'r. Yo'q, kladovka. Yo'q, kladovka. Ha. Tak, bu koridor qismi. Xo'p. Bu yoqda endi spalniy bor. Endi bu yerda hozir ayollarning o'zi edi. Aha. Bo'ldi. Xo'p. Koridor. Kichkina xonamiz. Kichkina xona bu. Bu esa vannaxona. Yaxshi. Tak. Bu yoq endi oshxona. Oshxona balkon. Remontlari zo'r buni. Voy. Zo'r ekan. Mana bular. Rangini ham zo'r tanlabsiz. Mana o'tirib choy ichadigan joy. Voy. Haqiqiy o'zbekcha-yu buni. Xon taxtalar bilan. Nech pul so'rayapsiz endi uyiga? Bu yerga endi 119,5 so'rayapmiz, aka. 119,5? Ha, 119,5. Ha, Ya'ni kelishtirsa bo'ladi. Gaplashib qilsak. Bo'ldi. Yoqadigan odam bo'lsa, xudo xolasa, uyimiz ancha fayzli. Ha, ko'rinib turibdi. Remontlari o'zimizning qo'ldan chiqqan, o'zimiz ustamiz. Ha. Mana egalari bemalol telefon qilishingiz mumkin. Pastda raqamlari bor. O'zimiz gaplashamiz. Ha, bo'ldi. Rahmat, charchamang.